Raspakovka chek. O'zbek studenti Koreyada nima narsalarni asosan sotib oladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Bu yerdagi hamma mahsulotlarni halol marketdan olganman. Shunga bu halolmi yo'qmi deb yozishingiz shart emas. Bu yerdagi hammasi halol narsalar. Birinchisi bizda ermay qurti. Qurtni juda ham sog'inib qoldim. Endi qurt olmasa bo'lmasdi. Keyingisi bizda bunaqa sosiska, halal sausage cheese. Tomat. Mojito. Saber ramyoni va men indoneziyalik ramyondan oldim. Tig'iz vaqtlar bo'lib qolganda ramyonlar bizga kerak bo'ladi. Chechevitsa. Guruch. Va oxirida makaron. Mana yaqinda o'rtog'im O'zbekistondan keldi va menga qaranglar qancha patr berib yubordi. Unaqa kichkina kulchachalar berib yubordi va unaqa patr berib yubordi. Rahmat Xonbi. Koreyadagi o'zbek qizini hayoti sizlarga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga bay bay.